Bugun sizlar bilan NS brendi ostida ishlab chiqarilgan kameralarning narxlari va afzalliklari haqida gaplashamiz. Qisqacha o'zim haqimda ma'lumot beraman. NS brendi asoschilaridan biri Sobitxon bo'laman. Bu kamerani biz STM qilib Xitoydan birinchi qo'l o'zimiz olib kiramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab Donaga va Optimga sotamiz. Kameralarimiz haqida ham umumiy ma'lumot berib qo'yaman. Bu kameralarimiz 4 megapikseldan 8 megapikselgacha qilib olib kirtiramiz. Asosiy hamma kameralarimizda mikrofon, LED chiroqlari bo'ladi. Hozir sizlar bilan birma-bir bularning narxlari va afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Endi boshlaydi. Birinchi kameramiz 4 megapikselli tinimli oladi. Asosan bu kameralarni ichkariga qo'shishga moslashtirib chiqarilgan. Olish kengliklari 2.8 kenglikda oladi. Bu 100 gradusdan ortiq hisoblanadi. Bitta buchoqqa qo'ysangiz polni hududni olib beradi. Mikrofon, LED chiroqlar bilan jihozlangan, kafolatiga umumiy hamma NS brendi ostida ishlab chiqarilgan kameralarimizga 1 yilgacha kafolat beramiz. Bu kameramiz 438 modeldagi mikrofonli, LED chiroqli hamda kalonkali kamera bo'lib, buni ham kengligi 2.8 oladi. Deyarli barcha kameralarimiz kengligi 100 gradusdan oshiq olib beradi. Bu sizga nima qulaylik, afzalliklarni beradi. Pastdan kamroq tashlab oladi. Ko'p joy o'tkazib olmaysiz. Tor joylarga ham ishlata olasiz. Kengligida butun hududni to'liq olib bera oladi. Keyingi kameramiz kattaroq korpusga ega. Ko'pchilik kattaroq korpus xohlashadi. O'ziga mos LED chiroqlari ham ko'pgina joylashgan. Bu tunni ham tiniqroq olib berishiga foyda beradi. Bu kameramiz ham 4 megapikselli tiniqli oladi hamda mikrofoni bor. Ovoz yozib oladi. Endi bu kameralarning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, patologiya kameramiz ham, bu kameramiz ham $25 narxi, kalonkali kameramiz narxi esa $30. Bular umumiy 4 megapikselli kameralarning narxlari va afzalliklari edi. Endi esa 5 megapikselli kameralarning narxlariga va afzalliklariga o'tamiz. 5 megapikselli bu kameramiz 9001 modeldagi, bu ham katta korpus, oldin mordalari metaldan qilingan. Bu yana ham platalarni yaxshi muhofaza qilishga yordam beradi. Bu kameramiz ham mikrofon, LED chiroq bilan jihozlangan. Bu kameramiz narxi ham $30. Adashtirib olmaysizlar. 4 megapikselli kamera narxi ham $30 dedi, lekin buni kalonkasi bor edi. Farqi shu. 4 megapiksellik bilan solishtiradigan bo'lsa, buni 4 megapikselli mikrofonli LED chiroqli narxi $25, 5 megapikselliniki $30. Endi davom etamiz. Ba'zi insonlar kichikroq korpus bo'lsin deyshadi, hamda bu temir korpusga ega, anchagina yaxshi baquvvat qilib chiqarilgan, noshkalari o'zida bo'ladi. Mana kameralarimizni alohida noshkalar bilan qo'yib beriladi, oyoqchalari bilan. Bu kameraning noshka o'zida bo'lgani afzalliklaridan biri, ustiga qush qo'nib oladimi yoki boshqa udar bo'ladimi, ligrovkalari qochib ketishi ancha kam kuzatiladi. Bu kameramiz ham mikrofonli, kalonkali va LED chiroqli bo'ladi. Bu kameramizning narxi $35. Kalonkasi bo'lgani hisobiga. 5 megapikselli kameramizning patologiyasi bu. 4 megapikselli kamerani korpusi bilan bitta, bularning platasida farqi bor. Bu 4 megapikselli razresheniyada oladi, bu esa 5 megapikselli razresheniyada kачествоda olib beradi. Bu kameramiz narxi $30. Xuddi shu korpusda, xuddi shu megapikselda plus kalonkaliga esa $35 deb belgilangan. Endi esa legenda kameralarimizdan biri 539 modeldagi ko'pchilikka yoqadigan kameramiz. Buni oldilari, mordalari metal bo'ladi, orqalari esa plastmas bo'ladi. Qor yomg'irdan yaxshi himoyalangan. Ko'rishingiz mumkin, qor yomg'ir tushadigan bo'lsa ham ichiga tushmaydi, yo'lidan oqib ketaveradi. Xotirjam tashqari istalbalarga deysizmi, ochiq joylarga deysizmi, hammasini qo'yaverasiz. Bu hamma tashqi kameralarimiz xuddi shunaqa, hammasi germetik qilib ishlab chiqarilgan, kafolatlarni qilib beramiz. Bu kameramiz ham mikrofonli, kalonkali va LED chiroq bilan jihozlangan. Bu 5 megapikselli kameralarimizdan yana bir ustunlik taraflardan biri 12x gacha yaqinlashtirib olib beradi olib turgan tasvirini, harakat bo'lgan joyini.
Bu kameramiz narxini aytish esdan chiqibdi. Bu kameramiz narxi ham $35. Bu kameralarimiz Setong programmada ishlaydi, Setong Anywhere'da ishlaydi. Bu Setong Anywhere'larimizda 10 kanalli, 16 kanalli, 32 kanalli va 64 kanallilari bor. Xotirjam uyingizga bo'ladimi yoki kattaroq tashkilot bo'ladimi yoki katta maktablar bo'ladimi, hammasiga Anywhere'larimiz bor, qo'yib beramiz. Telefonga ulanib, xohlagan joyingizda ko'rib ishlata olasiz. Endi oxirida ikkita kamera obzorini qilmaydi, bularga ham to'xtalib o'tamiz. Bu kameralarning ikkitasi ham 4 megapikselli tiniqlikda olib beradi. Ikkitasi ham temir korpusli, baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Bu kameralarimizni boshqa kameralarimizdan afzalligi nimada desangiz, bu kameralarimiz ko'k va qizil politsiskiy yonida harakat bo'lganda hamda o'ziga chip tushadi. Anywhere siz o'zini Wi-Fi ga ulab turib, telefonga ulab ishlatsangiz bo'ladi. Endi alohida o'zi ishlab bera oladi. Bu 4 megapikselli tiniqlikda oladi bu kameramiz, mikrofonli, kolonkali bo'ladi. Patoloshingiz ham xuddi shunday ko'rishingiz mumkin. Mikrofon, kolonka, LED chiroq, 2.8 linzali bo'ladi bu kameralarimiz ham. Bunga ham chip tushadi, alohida Anywhere siz telefonga ulab o'zini ishlatsangiz bo'ladi. Bu kameralarimizni narxi $35. Butun O'zbekiston bo'ylab donaga va optim narxlarida ham qilib beramiz. Ko'proq olaman deganlarga, ustalarga chegirmalarimiz bor. Narxlarimiz ozgina chalkashib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yana boshidan sizlarga aytib o'taman. 4 megapikselli kameralarimiz $25 plus kolonkaligi $30. 5 megapikselli kameramiz $30 plus kolonkaligi $35. 4 megapikselli o'ziga chip tushadigan, politsiskiy yonadigan kameralarimiz $35. Anywhere siz alohida ishlab beradigan. Anywhere'larimizga keladigan bo'lsa, 10 kanalli $35, 16 kanalli $45, 32 kanalli $100, 64 kanalliga esa $350 qilib beramiz. Sizga kameralarimiz narxlari va afzalliklari ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Siz agar usta yoki do'konchi bo'ladigan bo'lsangiz, ulgurji narxlarda ham qilib beramiz. Xotirjam aloqaga chiqaverasizlar.